Menga qara. Menga bola kerak emas, hovli kerak. O'sha markazdagi hovli 300 ming turadi. Tushunyapsanmi shuni? Menga bir oy imkoniyat ber, shu erkatoy xotiningni, janjalkash xotiningni tarbiyalab olay, tarbiyalab olay. Ey, tezroq kir. Xolida haqiqatni aytib meni qutqardi. O'z onasiga qarshi turib to'g'risini aytdi. Shu bolalar haqqi men sizdangina saqla olmayman, Ovsin. Eri Qodir degan odam qimorboz. Qarzga ham botgan. 3 ta joydan katta qarzi bor. Demak, gap qizimiz asalda emas. Hovlida ekanda. Shokolad olamizmi? Men sizni sutga bermoqchiman. Sizdan jahlim chiqsa kim yutadi? Asal yutadimi? Bundan nima naf? Hozir qizim baxtli. Gulnora, qaravoring. Voy, tinchlikmi? Mazam bo'lmayapti. Hozir yaxshi edingiz-ku. Bilmasam. Oyi. Zarina shifoxonaga tushib qopti. Voy sho'rim. Voy, Zarinami? Ha. Nima tushib qoladi? Nima bo'pti? Tinchligimi? Tuzligimikin? Kecha ovqat yeyolmagan ekan. Aytishlaricha tomog'idan ovqat o'tmabdi. Ovqat yeyolmaganligi sababli immuniteti tushib ketibdi, oyi. Kuchsiz, zaif bo'lib qopti. Ish qilib homilasi yaxshimikin? Homilasi yaxshi ekan. Hafiza yonidamikin? Ha, hozir yonida. Shifoxonaga Hafizani o'zi olib boribdimi? Ha, o'zi olib borgan menimcha. Nodirjon, nima qilib qo'ydim? Bekor onasinikiga jo'natibman. Voy. Menga qara. Sen xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Buni to'g'rilaymiz, xo'pmi? Noto'g'ri ish qildimi? Mana nima bo'ldi? Yo'q, oyi, siz to'g'ri ish qildingiz. Siz yaxshi bo'lsin deb qildingiz. Lekin ko'ryapsiz, u natija boshqa bo'ldi. Nimalar qilib qo'ydim? Ko'rgani borasanmi? Ha, men ketyapman, oyi. Menga qara. Sen boraver, men sal o'zimni bosib olib orqadan boraman, Xo'p, xo'pmi? bo'lmasa men ketdim, oyi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey Xudoyim, ey. Ish qilib hech narsa bo'lmasin. Ey. Ha, ana o'sha qumri kelyapti. Ovsiniga tuhmat qilgan. Kastrulkasiga sirg'a solib, bechorani o'g'ri qilmoqchi bo'lgan. Voy tavba, qanday yuragi bor ekan-a, o'z-o'ziniga shunaqa qiladimi? Endi yuzi bormikan ko'chaga chiqishga? Agar o'rnida men bo'lganimda uyatdan ko'chaga chiqolmay qolardim. Beti ham yo'q ekanda, yuzsiz. Qarang, bir paytlar hammani yomonlab yurardi. Unisi unday, bunisi bunday deb. Endi o'zini kirdikori chiqyapti. Egilgan boshi o'ziga qaytdi-da. Gapirmang, shunaqa. Mayli, keyin gaplashamiz. Hormang, Xumrixon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Tuzumsiz? Rahmat. Ha, do'konga ketyapsizmi? Yana biror kastrulka olgani ketyapsizmi? Ehtiyot bo'ling, ichiga biror narsa tushib qolmasin. Kuling. Haqqingiz bor. To'g'ri. Men xato qildim. Men bir begunoh ayolga tuhmat qildim. Lekin men jazoimni olyapman. Xo'p? Lekin o'sha ayol meni kechirdi. Siz ham anu g'iybatchi qo'shnlaringiz bor-ku? Ha? O'shalar so'ksa-ya, mayli. Ursanglar ham, kulsanglar ham jim turaman. Chunki bunga loyiqman. To'tinisi sizni kechirdimi? Ha? Menga o'z qo'llari bilan sho'rva qilib olib chiqdi. Ha? Mana, olijanoblik aslida shunaqa bo'ladi. Men undan o'rganyapman. Sizlar meni yomonlaylar. Bemalol.
Lekin To'tinisoq haqida, ovsinim haqida hech narsa gapirmang. Astag'firullah. Tavba o'zgarganmish. Sen malika, men malak. Allola qizim, allola. Allola qizim, allola. Jamila, isitmasi tushdimi? Ha, ojon, yaxshi qarang. Tushdi, Ha, ojon. yaxshi. Menga bera qoling, men o'zim ko'taraman, siz charchadingiz. Ojon, siz uxlayvering. Meni qo'limda tinchgina uxlayapti. Ha, mayli. Iloyim umringizdan baraka toping. Charchasangiz ayting, xo'pmi? Xo'p, ojon. Men olaman. Mayli. Allola qizim, allola. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zarina yaxshimi? Ha, yaxshi. Shifokor aytdiki, vaqtida ovqatlanmagan dedi. Shuning uchun zaiflashib qolganmish. Hozir ancha yaxshi. Ha. O'zi qayerda? Xonada. Bo'lmasa men xabar olib chiqay. Mayli. Kiring. Zarina. Voy Nodir aka. Yotaver, urinma. Assalomu alaykum. Va Yaxshi alaykum keldingizmi? Yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimi? Siz keldingiz-ku, endi yaxshi bo'laman. Nima bo'ldi? Men kecha ovqat yeyolmadim. Ko'nglim aynidi. Uxlaganim ham yo'q kechasi. Siz ham yo'qsiz yonimda. Ha, endi ishdaman-ku. Bilaman. Har doim ishdaman deysiz-a? Nimani bilasiz? Ishdaligimni bilaman-da. Nodir aka, men uyga ketgim kelyapti. Xo'p, shifokor ruxsat bersa ketamiz. Siz gaplashing, ruxsat berar. Ozroq damingni avval yotib. Nima olib kelay, nima yeging kelyapti? Sushi. Sushi? Bo'ldi. Men bo'lmasa sushi olib Hop. kela qolay. Mayli. Rustam aka. Bugun uyga kirganingizdan beri indamadingiz. Nima bo'ldi? Ishda biron bir gap bo'ldimi? Ha, işte. Tushunmovchilik bo'ldi. Rahbar meni aybladi. Holbuki ayb menda emas edi. Lekin gapirib o'tirmadim ortiqcha. Nimaga? Haqiqat siz tomonda bo'lsa, nega gapirmadingiz? To'g'risi, charchadim. Ba'zan kurashging kelmas ekan. Ba'zan eng to'g'ri yo'l jim turish ekan. Hozir uyga kelib shuni o'ylab o'tiribman. Rustam aka, siz uyda ham hamma yuklarni o'zingiz yolg'iz ko'targis keladi. Ishdan ham indamay qaytasiz. Uyda ham dardingizni ichingizga yutasiz. Lekin bu ishingiz noto'g'ri. Siz yoningizda kimlar borligini unutyapsiz. Hadeb seni ham bezovta qilgim kelmaydi. Bezovtalik deganingiz nimasi? Men siz ayolingizman. Bezovta bo'lmayman. Sizni tashvishingiz meni tashvishim. Xo'p, qanaqa hal qilamiz aytingchi? Ertaga rahbar bilan gaplashsam bo'ladi. Hujjatlarim menda bor. Haqligimni esa isbotlay olaman. Lekin negadir shu ishni qilgim kelmayapti. Hujjat bo'lsa bo'ldi. Qani mendan bir ko'raychi? Men ham advokatman yoki unutdingizmi? Siz ertaga ishga borguncha hammasini tartibga solib qo'yaman. Jamila, senga uylanganim hayotimdagi eng to'g'ri ishlarimdan biri bo'lgan. Rostdan. Ha. Albatta-da. Meva kesgandim. Yeysizmi? Xo'p, mayli. Xo'p. Yuring. Hozir tushaman. Xo'p.
Bola yaxshi rivojlanyapti. Hammasi joyida. Gulchehra, siz yaxshi ovqatlanyapsizmi? Ha, oyijon nazorat qilyaptilar. Yaxshi. Kam yurishni tavsiya qilmayman. Ammo ortiqcha harakat ham mumkin emas. Eng muhimi dam olish. Vaqtida dam olib turing. Xo'p. Opa, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Xo'sh. Bir necha marotaba bolam nobud bo'ldi, xabaringiz bor. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Gulchehra, avvalgilariga tibbiy sabab bo'lgan va taqdirdan. Hozir siz yaxshi tayyorlangansiz. Biz sizni nazorat qilib turibmiz. Hammasi joyida. Rahmat opa, sizga rahmat. Ovsin. Ovsin. Bozorga ketayotgandim. Orqamda anular rosa kulishdi. Yangi kastrulka olgani ketyapsizmi qumri deyishdi. Rosa masxara qilishdi. Men esa yuragim yondi Ovsin. Zo'rg'a chidadim, lekin javob bermadim. Tan oldim. Boshimni egdim. Lekin haq. Men tuhmatchiman. Bilaman Ovsin, bu og'ir. Men ham shuni boshimdan kechirdim. Esingizdami? Ko'cha boshida o'sha ayollar meni o'g'ri deb yomonlashdi. Orqamdan esa kuldi. Meni ham yuragim tilindi. Lekin vaqt o'tdi, haqiqat ochildi. Ular bo'lsa uyalib qoldi. Sizniki ham shunaqa bo'ladi, Ovsin. Sabr qilib turing. Ovsin, siz qanaqa chidadingiz? Men butun mahalla sizni yomonlagandi-ku. Men bir haftani o'zida charchadim, Ovsin. Siz shuncha payt tuhmat ostida. Sabr bilan Ovsin. Men bilardim bir kun haqligim ochilishini. Vijdonim toza edi. Shu menga kuch berdi. Siz ham mana tavba qildingiz. O'zgaryapsiz. Vijdoningiz tez bo'lmasa ham asta-sekin tozalanyapti. A? Sizga shu kuch beradi. Kulsa kulaversin ular. Siz ishingizni qiling. Yaxshi bo'ling. Ish gapdan kuchli. Ovsin, rahmat. Siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Men hamma gapga chidayman. Siz meni tayanchimsiz. Bir paytlar dushman deb ko'rdim sizni. Endi eng yaqin odamimga aylandingiz. Mana. Zebo bolani vasiyligini so'rayapti. Asosi esa u xolasi, qavm qarindosh. Sen esa o'gay onasisan. Axir men sizga turmushga chiqqanman-ku. Qonun bo'yicha men umr yo'ldoshimsan. Lekin Asalni vasiyligi senda emas. Demak, men Asalni rasmiy vasiyligini olishim kerak. Biz esa uni kechiktirib yuribmiz. Ha, endi shu bizga qarshi ishlayapti. Agar sen rasmiy onasi bo'lganingda, bu da'voni kuchi bo'lmasdi. Rustam aka, menga qarang. Sudma-sud yur, Asal qiynalib ketadi. Xo'sh. Agar Asal uchun eng yaxshisi men jetga chiqishim bo'lsa, men shuni qilaman. Asalni baxti, tinchligi mendan ham muhimroq. Yo'q. Bu gapni boshqa aytma. Asalni baxti sensan, Jamila. Seni undan ayirish katta zulm bo'ladi. Biz kurashamiz va yutamiz. Unda men Asalni rasman farzandlikka olishim kerak. Bugun ariza beraylik. Rozimisiz? Albatta roziman.
Men seni asalni onasi deb bir kun ham shubha qilmaganman. Qog'oz esa buni tasdiqlaydi. Xo'p. Tushunarli. Men bo'lmasa tayyorlanib chiqay. Yaxshi. Voy, Hafiza, Yaxshimisiz? yaxshimisan? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaxshi, hammasi yaxshi. Voy, Faqat ovqat yeyolmadi. Zaiflashib qoldi. Shifokor dori berdi, qarashyapti. Hafiza, men bor-ku. Norgul, men senga hech narsa demayman. Sen yaxshi qaynanasan. Ammo Zarina homilador. Bu vaqtda uni boshqa yerga jo'natish. Bilaman Hafizajon, men noto'g'ri qildim. Yo'q, sen saboq bermoqchi bo'lgansan. Tushunaman. Ammo shu vaqtda noto'g'ri bo'ldi-da. Hafiza, unaqa dema. Men Zarinani yaxshi ko'raman, u qizim. Nodirim ham xotinini yaxshi ko'radi. Men noto'g'ri qildim, hammasini o'zgartiraman. Yo'q, hech qayerdan topa olmadim. Yo'q. Tozalab shkafga qo'ygandim. Qayerga ketishi mumkin? Yanga, yaxshilab qaradingizmi? Ha, qaradim. Oyjonni uzuvlarini tozalab shkafga qo'yib qo'ygandim. Yo'q hech qayerda. Balki biror joyga tushib ketgandir. Yaxshilab qidirish kerakdir avval. Amajon, qayerga tushadi? Shkafga qo'yganman deyapman-ku. Tushsa ham o'sha pastiga tushadi-da. Yoki kimdir hali qumri kelib mendan boya kalitni olib ketgandi. Olib ketdi, lekin anchagina o'tirdi-ku. Bo'pti, men chiqib bo'lmasa qumridan so'ray hozir. Shoshilma. To'xta. Shoshilma. Robiya balkim biron joyga tushib qolgandir, qaraylik. Yo'q. Qaradim. Yo'q. Aka, yaxshisi militsiya chaqiraylik. Habi? Amaki? Nima oyimni ayblayapsizmi? Ular hech nima qilmadilar-ku? Keldilar, men bilan o'tirdilar. Nega ularni ayblaysiz? Xolida qizim, tinchlan. Hali hech kimni ayblagani yo'q. Uzuk yo'qolgan, shuni qidiryapmiz xolos. Shoshmaylik. To'g'ri. Qatbullajon, bunchalik qattiq gapirmang. Axir gumon dalil emas-ku. Yanga, esingizdan chiqib qoldim. Yaqindagina nima bo'ldi? Bu ayol nimalarga qodir ekanligini bilasiz-ku. Men sizlarga ehtiyot bo'linglar deyapman xolos. Ha, O'zbek. Vaqtli turibsanmi? Ha. Uxlay olmadim, oyi. Boshimda har xil xayollar. Ha? Qanaqa xayollar, tinchlikmi? Avvallari bolamni o'ylayotgan vaqt men ancha xotirjam bo'lardim. Ha. Xursand edim. Yana bola kutyapmiz. Bu safar esa juda kuchli hayajondaman. Voy, meni qo'rqitmasdan gapirgin, yaxshi hayajonmi yo yomon hayajonmi? Yaxshi. Birinchi marta yaxshi hayajon. Ha. Oybek, men senga bir narsani aytay bo'lam. To'g'ri. Hali bola juda ham kichkina. Tug'ilishiga ancha bor. Lekin shu vaqt ichida-chi, sen nima qilsang bola sezadi.
hammasini sezadi bolam. Rostdanmi? Buni Gulchehra aytdi. Gulchehra deng. Agar uyga ichmasdan sog' ketsang, bola xotirjam bo'lar ekan. Agar ichib kirsang, bola bezovta bo'lar ekan, bolam. Shuning uchun hadamingni o'ylab bos, o'g'lim. Xo'p, oyijon, tushundim. Xotiningga hushyor bo'lmadingmi? Xotining bunaqa ishlarni ustasi-ku. Ey Habibullo, bir marta kastrulkaga zirak solgan qo'l uzukni olish qiyinmi? Ha? Yo, Habil aka. U o'zgardi, tavba qildi u. Boshqa hech kimga yomonlik qilmayman deb ont ichdi menga. Ont ichgan? Ey, uni va'dasiga kim ham ishonardi? Bo'ldi qiyin. Men ishonaman. Oyimni yomonlamayapman-ki. Hozir borib so'rayman. Agar rostdan olgan bo'lsa qaytaradi. Qaytarmasa sharmandasini chiqaraman. Yo'q, shoshilmang. O'tir. Shoshilmang. To'xtang. O'tir. Gumon iymondan ayiradi. Oyim olmaganlar men bilaman. Oyim ketgunlaricha men bilan yonma-yon o'tirdilar. Hech qayerga chiqmadilar. Shu shkaf tomonga ham bormadilar. Bolalar onasini oqlaydi-da. Bu tabiiy narsa, lekin dalilchi. Dalil yo'q-ku. Hammamiz o'tirgandik. Kim olgan bo'lishi mumkin? Shaxsan bizni oilamizda o'g'ri yo'q. Bitta o'tmish qora odam bor. U ham bo'lsa, qumri. Habibullo, iltimos. Gumon xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'shanga tushadi-da. Bo'ldi qilinglar. Uyalmaysizlarmi, Habibullo? Nima, yaqinda nima bo'lganda unutdinglarmi? Mana o'shanda ham hammanglar to'tini soni o'g'ri deb gumon qilib yurgandinglar. Kastrulkadan o'sha paytda zirak chiqqandi. Bu dalil edi, to'g'rimi? Shunda ham adashildi-ku. Hozir mana dalil yo'q. Endi bitta gumon bilan bitta odamni ayblash to'g'rimi? Habibullo, shu insofdanmi? Ammo men Faqat dema. Gumon shaytonning ishi. U odamni ko'r qiladi, jiyan. Ha? Mana bir oy avval shu gumon to'g'rini soni qay ahvolga soldi? Yotib qoldi-ku bechora, chiday olmay. Nima endi shu gumonni ko'miriga qaratyapsizlarmi hammanglar? To'g'ri. U xato qildi, bu rost. Lekin bitta xato qilgan odam har doim ham shu xatolar uchun javob beravermaydi-ku. Unda tavba nima uchun kerak? Kechirim, uzr, pushaymonlik nima uchun kerak? Amma rahmat sizga. Oyim olganlari yo'q. Bilaman qizim, bilaman. Shuning uchun hech kim qaror chiqarishga shoshilmasin. Avval uyni qidirib ko'raylik, haqiqatni topaylik. Topilguncha hech kimni ayblashga hech kimni haqqi yo'q. Tushundinglarmi? Habibullo, tushundingmi? Ha, ish sudga oshgan. Bola bizga o'tsa, hovli ham bizniki bo'ladi. O'shanda qarzimni uzaman. Bir oy sabr qilgin. Bo'pti. Eshitdingmi, bir oy deyapti. Undan keyin hovli yo bizniki bo'ladi, yoki ko'chada qolamiz. Sen sudda qattiq turgin, xo'pmi? Yig'lama, yalinma. O'gay ona bolani xo'rlaydi degin, uradi degin. Tushundingmi? Qodir aka, ular asalni xo'rlamayapti-ku. Men ko'zlarim bilan ko'rdim. Jamila asalga mehr beryapti. Qanday qilib yolg'on guvohlik beraman? Yolg'onni rostdan aytsang, rost bo'ladi. Yo, sen meni qarz botqog'ida qoldirmoqchimisan? Ha, aytgancha.
Ha men senga uylanganimda birga yashaymiz, birga kurashamiz deganding-ku. Ana endi vaqt keldi kurashishni. Hey! Sen bilan tortishgan o'zi ahmoq. Bo'ldi, gap tamom vassalom. Biz sen bilan yana uchrashamiz. Sen va men. Necha marotaba taqdir uni to'xtatdi. Men o'shanda juda yig'ladim. Oybek ham ichkilikka berildilar. Oyjon esa indamasdan kutardilar. Ammo endi men tayyorman. Men kutaman. Agar ishtaha yo'q bo'lsa yeyman. Ko'nglim aynasa chidayman. Agar uxlolmasam majburan yotaman. Hammasi sen uchun. Dadang ham ichmayapti. Bularni hammasi sen va men uchun. Qani kir. Mana, o'zingning uyingga yana bir bor xush kelibsan. Assalomu alaykum oyijon. Voy, Yaxshimisiz? Zarinaxon. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi kelyapsizmi? Tuzalib qoldingizmi? Rang-ro'ylaringiz yaxshi. Ilohim ko'z tegmasin. Hech qachon kasal bo'lmang, Zarinaxon. Men noto'g'ri qildim-a? Oyijon, men ham noto'g'ri ishlar qildim-ku. Meni kechiringlar. Endi umuman aralashmayman. Oyi. Ha, menga qaranglar. Men shiringina qilib ovqat qilib qo'yganman. Meni ovqatlarimni sog'ingandirsiz? Albatta sog'indim. Unda tezroq kiyinib chiqsalaring ovqatlanamiz. Oyi, qanaqa ovqat? Oshqovoq. Yana oshqovoqmi? Chidaymiz. Bo'pti, yeymiz. Boshqa ovqat bo'lmaganda yeymiz-da. Yeymiz. Hozir tushamiz, oyi. Hozir. Bo'pti. Oyi, men choy ichib oling. Yig'lamang bo'ldi. Dadang kelib hammasini aytdi. Sen oldingmi deb so'radi. Olgan bo'lsang qaytar, sharmanda qilma deb gapirdi. Odamga alam qilar ekan. Oyi, bo'ldi. O'zingizni qo'lga oling. Men bilaman, siz olmagansiz. Shu uzuk boshqa yerdan topiladi. Hali ko'rasiz. Rahmat. Sen bilasan men olmaganimni. Lekin boshqalar ishonmayapti. Bilasanmi bu qanaqa og'irligini? Begunoh bo'lib turibman, lekin hamma meni ayblayapti. Bilaman oyi. To'tini soyangam ham shuni boshdan kechirganlar. Esizdami? Esimda. Hammasi esimda. Chunki o'sha azobni ovsinim boshiga men soldim. Mana. Ha mayli. Men loyiqman mana shularga. Lekin judayam og'ir ekan. Judayam. Oyi, bo'ldi, sabr qiling. Hali haqiqat ochiladi. To'tini so'yangani haqiqati ochilganda sizga ham ochiladi. Yomonlik qilmaganidan oxiri oqlanadi. Bilasanmi? Men aynan shu azobni boshqalarga ravo ko'rdim. Endi o'zim totib tushunyapman shuni. Bu qanchalik og'ir. Koshki o'shanda tushunganim dedi. Koshki ovsinimga bunaqa qilmaganimda. Tuhmat o'z egasiga qaytadigan tosh ekan. Men uni to'tini soyga otdim. Endi u tosh aylanib kelib, meni o'zimni peshonamni yordi. Adolat kech bo'lsa ham kelar ekan. Mayli. Men boshimni eki bo'lsa ham qabul qilaman. Chunki men u toshni birinchi otgan odamman.
Bo'ldi oyi, o'ylamang. Men choy ichib oling. Oling. Xush kelibsan Davron. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz dadajon. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Yuzlaring ham ancha yorishib qolibdi. Rahmat. Oyimni olib kelmabsiz? Yaxshimilar? Yaxshi. Bir kirib o'tay dedim. Yo'lim tushib. Yaxshi qilibsiz. Voy, o'tirishimni qarang. Hozir men kelaman, choy poy olib keling. Bora qoling. Opa. Sizda bir gapim bor edi. Xo'p. Bu narsani juda uzoq o'yladim. Xo'sh, gapir. Men Gulchehrani otasiman. Siz Oybekka onasisiz. O'sha vaqtda Gulchehrani olib ketmoqchi bo'ldim. Lekin siz to'xtatib qoldingiz. Mana endi tushundim. O'shanda siz to'g'ri qilgan ekansiz. Gulchehra shu uyda tuzaldi. Oybek ham sekin astalik bilan tuzalib boryapti. Siz ikkalovini ushlab qoldingiz. Men qila olmaydigan ishni qildingiz, opa. Davron. Biz sen bilan ota-ona sifatida bularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Biz ikkalamiz katta aybni ushlab qoldik. Shuning uchun bu oila butun bo'ldi. Rahmat sizga, opa. Ozgina shoshilma. Rahmatni bola tug'ilganda aytarsan, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Nimaga uxlamayapsan? Uyqum kelmayapti. Bilasizmi? Men bugun bir narsani angladim. Eng dahshatlisini. Nimani? Tasavvur qiling-a. Men To'tinisoni xuddi shunday nohaq ayblabman. Xuddi shunday unga hamma o'g'ri deb qaragan. Uyam menda uxlolmay chiqqandir kechalari. Yuragi yongandir. O'zini qo'yishga joy topolmagandir. Endi tushunyapman buni. Bu qanchalik og'irligini. Qumra. Dadasi, agar bilsangiz, men hozir o'zim uchun xursandman. Chunki bu azobni tortish meni jazoyim. Adolat shu, ha? Qumra. Men seni hech bunaqa ko'rmagandim. Sen rostdan ham o'zgarding. Hozir eski Qumra bo'lganda baqirib janjal qilardi. Menga tuhmat qilyapti deb. Endi o'z gunohingni o'ylab tavba qilyapsan. To'g'risi senga ishonib boshladim. Shuncha yillardan beri birinchi marta ishonyapman. Rahmat dadasi. Sizni mana shu gapingiz aslida menga tilladan ham afzal. Ishoning menga. Men o'zikni olmadim. Mana ko'rasiz, haqiqat hali ochiladi. To'tinisoni haqiqat ochilganda, bu ham ochiladi. Ma, ichinglar. So'ng tugab qolibdi. Dadasi? Oh. Voy, mana. Oh. Mana.
voy. Topildi. Demak, hech kim olmagan ekanda. Yo'q. Qumrini nohaq ayblagan ekanmiz-da, a? Polni tirqishiga tushib ketgan ekan. Komil aka, kecha ammajon to'xtatmaganlarida bir begunoh odamni o'g'ri qilar ekanmiz. Shoshqaloq qilamiz-a? Agar men bu zikni topmaganimda nima bo'lardi? Kumriga umrbod o'g'ri degan tamg'a bosilgan bo'lardi. Bolalari undan uyalib yurarmidi? Sobrichan ajrasharmidi? Butun oila parchalanib ketardi. Bir parchagina tilla shu hayotni buzay debdi-ya. Qanday xatarli-ya. To'g'ri. Shuning uchun biz hamisha dalilni kutishimiz kerak. Ko'z ko'rgani ham, quloq eshitgani ham ba'zida aldarkan. To'g'ri aytasiz. Men buni tezroq xabarini beray. Ha. Ber xabarini, ber. Xo'p. Xo'p. Gmail और लॉगिन कर सकते हो ईमेल आता है ऐसी शुरू से स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना
YouTube automation जमीन बता 1000 फीस है दा टिकटॉक जमीन से कम में 25000 फीस है डिजिटल मार्केटिंग का शॉपिफाई 25000 है और वीडियो एडिटिंग के कम में आवा 10000 है सही है दैट वाज योर कैश फ्लो सी और YouTube ऑटोमेशन सर YouTube ऑटोमेशन के हां मुझे 15000 फीस पे योर मंथ डिविडेंड है सही हुआ तब currently wage की कोई रेशो है वो प्रोसेस में कोई रेशो है उन बड़ी पेशों की तब यार मैच की तरफ से कहना स्टेशन कोच है अगर आज़ादी की जब जब वो रिकॉर्ड हुई अब तक मुझे पता चला तो ये पाए बनता कार करे रिकॉर्ड जैसे ही वो कोई नहीं किया लास्ट में दी उनका नेक्स्ट पेज की तरफ भी कहना स्टेशन पर वो शिफ्ट कर कोच बड़ी आज़ादी की जब जब वो रिकॉर्ड हुई और आईडी को बड़ा कोई ना सही आईडिया आइडिया ना आइडिया ना एक दूसरे प्रति दिन भी सुना जरूरी है मेहनत करके मेहनत बचाते हैं ऐसे हाँ मेहनत करके कार बदलूंगे सिर्फ रिजल्ट इंशाल्लाह 100% ही ता मेहनत को ता को सही ना पति वाली चीज़ों पति मंथ की पर फीस वेरी वसूल है मेहनत पति का फीस पे अंत क्लास का जीवा नहीं खाली तो तेरे राजी बैठे से नहीं है सही ना दिन दिन मंगल दो मेरे वाले प्रसाद वाले क्लास भी जुम्मा और वर्क स्पेस भी जुम्मा खाली था और दाऊद चिकन वाला देना मन में चिकन वाला देश भी होगा 11 बजे की क्लासेस मॉर्निंग के ऑलरेडी आफ्टरनून को शुरू हो गए तो ये क्लासेस आप पे शुरू हो गए सारी 2 वीक बाद ये क्लासेस करने वाले हैं मॉर्निंग में भी है मॉर्निंग वाला फिर आप को बहुत बड़ा नहीं आप साथ पर डिमांड मुझे बल्कि ये का सामान मुझे बता था जो हम लोग फीस दे रहा वो फीस का सीजी अब मुझे बता था 30% आपके सही है क्या रहा तो 2015 डिस्काउंट है दाईना इफेक्ट्स फीस है सही है अब मुझे ला बता कि फीस का इंस्टॉलमेंट में होना वो कोर्स दौरान वो फीस में फॉर एग्जांपल का उस एडवांस 3 जमा की 5 जमा की अवतार मांगची तर समोर पाहतो आपण हर वीक की जो क्लास एक बात का वागे मतलब ला कोर्स क्लास का 500,000 2000 जमा की अवतार मांगची स्कीम है फीस वो जी कोर्स अपनी एडवांस का फीस पता चले बिल्कुल कितना मेहनत को कितना लोग और रिजल्ट देखो पता चले कि आगे पांच में करना पड़ेगा कि अगर हमको वापस से पूरे शुरू करा देते हैं सर्विस का वापस हो मुझे आपको मुझे मिसाल आपको बता दे रहा हूं स्टेशन में दाता ऑप्शन दो ना और तबे से हमारा सर्विस जमा करता है कहीं अच्छी की हमारा सब कहीं माने का गया उसे तो वाले में बना तो मल्टी सर्वर वाला सर्वर वाला दोनों का
Jadi kalau minta kalau keluar, mau mantap kalau minta asal apa itu option itu kalau belum, dan ini sudah salah dari aku dah sudah cara yang mana sih buat berdoa berdoa sih masalah apa tujuan kan mana ada itu ini salah cara yang mana sih mau visi itu hasil sih visi itu sih harus semua experience yang ada di bawah lalu yang dalam masuk ya lalu ada maksudnya
Gracias.